Issiqlik ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining o'tgan yildagi faoliyati mobaynida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali 337 ta murojaat, shundan 4 tasi yozma, 333 tasi elektron shaklda kelib tushgan. Mazkur murojaatlarning 120 tasi ijobiy hal etilgan, 153 tasiga tushuntirish berilgan, 21 tasi rad etilgan, 43 tasi hozirda jarayonda. Shu bilan birga 16 ta murojaat takroriy kelib tushgan bo'lsa, 27 tasi qo'shimcha muddatlarda ko'rib chiqilgan. Murojaatlar hududlar kesimida tahlil qilinganida eng ko'p kelib tushgan murojaatlar Navoiy viloyatidan 99 ta, Toshkent viloyatidan 72 ta, Farg'ona viloyatidan 44 ta va Samarqand viloyatidan 24 tani tashkil qilgan. Shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlarining 132 tasi yoki 40% ta'mirlash, tiklash ishlari sababli issiqlik ta'minotidan uzilish bo'lgani, 81 tasi yoki 24% qarzdorlikni qayta hisob-kitob qilish masalalari yuzasidan kelib tushgan. Bugungi kunda aholi murojaatlarini bartaraf etish bo'yicha jamiyat tomonidan tizimli ishlar tashkil etilmoqda.